Assalomu alaykum aziz va muhtaram do'stlar, qadrli teletomoshabinlar, viloyat teleradio kanali kechki dasturlarini davom ettiradi. Albatta bugungi nigoh ko'rsatuvini biz to'g'ridan to'g'ri olib boryapmiz. Studiyamizga bir guruh mehmonlarni taklif etganmiz. Qadrli yurtdoshlar, albatta bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi dolzarb. 2024-yil 5-avgustda O'zbekiston Respublikasining o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risida qonun qabul qilindi. Albatta qonun 6 bob 35 ta moddadan iborat. Xo'sh, uning mazmun mohiyati nimadan iborat? Bugungi kunda qonun ijrosini ta'minlash borasida nima ishlar amalga oshirilyapti? Bugungi ko'rsatuvimizning asosiy mavzusi mana shu haqida bo'ladi. Yaqin 1 soat davomida biz teletomoshabinlarimizga soha mutaxassislaridan ana shunday ma'lumotlarni yetkazamiz. Fursatdan foydalanib men studiyamiz mehmonlarini sizlarga tanishtirib o'tsam, demak, viloyat adliya boshqarmasi huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish va metodik ta'minlash shubasi yetakchi mutaxassisi Anarboyev Shahboz Shamsiddinovich hamda Davlat kadastrlar palatasi viloyat boshqarmasi axborot xizmati mas'ul xodimi Nishonov Azamat Hakimovich hamda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi viloyat hududiy boshqarmasi mutaxassisi Sultonov Salohiddin Nizomovich, shuningdek viloyat soliq boshqarmasi mas'ul xodimi Narziqulov Jamshid Haydarovichlarni biz studiyamizga taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsizlar. Albatta ko'p vaqtlardan buyon yillar davomida mana shu qonunda yurtdoshlarimiz kutgan edi va nihoyat mana qonun kuchga kirdi. Bugun bu qonun bo'yicha viloyatimizda nima ishlar amalga oshirilyapti va bu yurtdoshlarimizga nima beryapti? Mana shular to'g'risida ma'lumot berishdan boshlasak. Marhamat, Shahboz Shamsiddinovich, bu borada sizning fikrlaringiz. Katta rahmat so'z berganingiz uchun. Bu qonun qabul qilinishidan asosiy maqsad yurtimizda fuqarolar tomonidan yashab kelinayotgan asosiy e'tibor uy joylariga nisbatan egalik huquqlarini berish hisoblanadi. Bu nima uchun kerak deganda, egalik huquqini olish fuqarolarimizga o'z uy joylarini, ya'ni rasmiy hujjatiga ega bo'lish, ya'ni bu orqali o'z uylarini notarial, ya'ni rasmiy oldi sotdi qilish yoki hadya qilib qoldirish yoki ana o'z uy joylarini garov qo'yish orqali kreditlar, har xil kreditlar olish imkoniyatiga ega bo'lish uchun ham nima qilingan, qabul qilingan hamda soliq stavkalarini, ya'ni soliq to'lovchilarni tartibga solish maqsadida ham qabul qilingan hisoblanadi. Bugungi kunda bu bo'yicha asosiy ishlar kadastr agentligi tomonidan amalga oshirilmoqda. Ya'ni xatlov jarayonlari kadastr agentligi, kadastr organlari tomonidan amalga oshirilmoqda. Rahmat. Albatta mana muhtaram teletomoshabinlarimizga yana bir bor eslatib o'tamiz. Qadrli teletomoshabinlar, O'zbekiston Respublikasining o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun bo'yicha viloyatimizda amalga oshirilayotgan ishlarga yaqin 1 soat davomida to'xtalib o'tamiz. Soha mutaxassislarining fikrlarini tinglaymiz. O'z navbatida ekranda chiqayotgan telefon raqamlari orqali o'zlaringizni qiynayotgan murojaatlarni sohani mas'ullariga yo'llashingiz mumkin. Birgalikda unga javob qaytarishga harakat qilamiz. Albatta mazkur qonun o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish maqsadida qabul qilingan va bugungi kunda mana shu qonun ijrosi viloyatimizda ham amalga oshirilyapti. Shahboz Shamsiddinovich, bugungi kungacha o'sha qancha fuqarolarimiz mana shu qonundan foydalanib o'zini mulkini yoki bo'lmasam yerini e'tirof etib qonuniylashtirib oldi? Bugungi kunda viloyatimiz bo'yicha
1558 nafar fuqarolarga nisbatan huquqlar e'tirof etildi. Viloyat Samarqand viloyat kengashining qarorlari bu bo'yicha chiqdi va ushbu qonunda asosan kutib yurgan fuqarolar o'zlarini qarorlarini olib ro'yxatdan o'tkazishga ham ulgurishdi. Demak, 1558 nafar fuqaromiz mana shu qonundan keyin o'zini mulkini yoki bo'lmasam yer uchastkalarini qonunlashtirib oldi, to'g'rimi? Viloyatimizda hali bu jarayon davom etyapti va ishlar qanday ketayotganligini va asosiy ishni mana yuqorida aytganimizdek Davlat kadastrlar palatasi viloyat boshqarmasining mas'ul xodimlari amalga oshiryapti. Bugun studiyamizda mana shu Davlat kadastrlar palatasi viloyat boshqarmasidan o'sha jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha mutaxassisimiz Azamat Hakimovich ham ishtirok etyapti. Azamat Hakimovich bugun o'zi jarayon qanday ketyapti? Mana shu xatlov jarayoni ketyapti deymiz. Bularga ulgurayaptimi soha mas'ullari, mutaxassislari? Chunki qonunimiz 2028-yil 1-yanvargacha amal qiladi. To'g'rimi? Marhamat. Albatta, bu borada qilinayotgan ishlarni hozir qisqacha to'xtalib o'tsak, viloyatimizda 900 mingdan ortiq ko'chmas mulk obyektlari mavjud bo'lsa, ushbu jarayonda mamlakatimizda aholining o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari va ularda qurilgan bino inshootlarga nisbatan egalik huquqi e'tirof etilayotgani aholining uy-joyga doir huquqlarini qo'llab-quvvatlab, ularga tegishli turar joylarni davlat ro'yxatidan o'tkazish va inson qadrini ulug'lashga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'lmoqda. Xatlov jarayonlari 5 bosqichda iborat ketma-ketlikda amalga oshirilmoqda biz sohamiz vakillari tomonidan. Birinchi bosqichda mahalla chegaralari aniqlanib, inventarizatsiya hududi alohida hudud kesimida ajratib olinadi va o'sha mahalla tasdiqlangan reja grafik asosida mahallaning ichki kichik hududlari taqsimlab olinadi. Har bitta xodimga alohida o'sha kichik taqsimlangan hududlar ajratib beriladi, mas'ul biriktiriladi xodim va o'sha biriktirilgan xodimlar ko'chmas mulklarni o'ziga biriktirilgan kichik hududlar bo'yicha mahallaning ichidagi inventarizatsiya ishlarini amalga oshiradi. 3-bosqichda ko'chmas mulklarning migratsiya tizimi orqali UZCAD axborot tizimiga elektron yuklanadi ma'lumotlar. 4-bosqichda UZCAD axborot tizimida elektron yig'ma jild shakllantiriladi. 5-bosqichda e'tirof axborot tizimiga to'plangan ma'lumotlarni kiritishdan iborat. Bunda mavjud o'sha egalik huquqi e'tirof etishga nomzod bo'lgan ko'chmas mulklarning ma'lumotlari o'sha muhokama jarayoniga yuboriladi. Ushbu ishlarda bajarishda Davlat kadastrlar palatasi Samarqand viloyat boshqarmasi uning tuman shahar filiallaridan jami 300 dan ortiq xodimlar jalb etilgan bo'lib, bulardan 237 nafari kadastr muhandislari hisoblanadi. Bu joyida to'g'ridan-to'g'ri o'sha o'lchov ishlarini amalga oshiradigan mutaxassislarimiz. Va bu borada sohada amalga oshirilayotgan ishlar mutaxassislar tomonidan joriy yil 8-oktyabr sanasiga bugungi kun holatiga 212 ta mahallada jami 69893 ta ko'chmas mulk obyektlari xatlov yo'li bilan texnik inventarizatsiyadan o'tkazilgan. Elektron xaritalar yaratildi va viloyat bo'yicha jami 48561 ta obyektlar UZCAD axborot tizimida elektron yig'ma jild shakllantirish uchun migratsiya qilingan va 46043 ta faollashtirildi hamda 33993 ta obyektlar haqidagi ma'lumotlar e'tirof axborot tizimiga kiritilib, tashkilotlar, vakolatli tashkilotlar muhokamasiga yuborilgan. Demak, dastlabki ishni o'sha kadastrlar idorasini mutaxassislari boshlaydi, to'g'rimi? Ha, shunday. Joyida o'lchov ishidan boshlanadi. O'lchov ishlarini hamma hujjatlarni taxlab, axborot tizimiga kiritiladi, elektron platformaga yo'naltiriladi, to'g'rimi? Keyingi bosqichlar qanday amalga oshiriladi o'zi? Ikkinchi bosqichda bizda vakolatli tashkilotlar tomonidan hujjatlar ko'rib chiqiladi. Bunda 2 oy muddatda vakolatli tashkilotlarga yuborilgan elektron yig'ma jildni ko'rib chiqadi, o'ziga tegishli ma'lumotlar va hujjatlarni tizimga kiritadi. Bunda Davlat aktivlarini boshqarish agentligining hududiy bo'linmalari, tuman shahar hokimliklari, investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligining hududiy boshqarmalari, qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik vazirligining tuman shahar bo'limlari, sanepidstansiya, epidemiologiya, osoyishtalik bo'limlari, tuman shahar bo'limlari, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi soliq qo'mitasi organlari
va Kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligi, viloyatlar, Toshkent shahar hokimliklari, O'zdaverloyiha davlat ilmiy loyihalash instituti kabi tashkilotlar bu jarayonda muhokamada ko'rib chiqadi. Demak, o'sha sizlar shakllantirilgan yig'ma jildlar to'liq mana shu tashkilotlar tomonidan ko'rib chiqiladi, axborot tizimi orqali, to'g'rimi? Mana bu yerda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi viloyat hududiy boshqarmasining mutaxassisi Salohiddin Nizomiddinov ham bor. Salohiddin Nizomiddinov, sizlarga borgan hujjatlar siz qaysi tomonlarini ko'rib, uni rad etasiz yoki ma'qullaysizlar? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli TV tomoshabinlar. Yuqorida kadastr palatasi mas'ul xodimi aytib o'tgandek, vakolatli organlar bor. O'shalardan biri Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, uning hududiy bo'linmalari hisoblanadi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligining e'tirof axborot tizimida asosiy vazifasi o'sha e'tirof etilayotgan yer uchastkalarini bungacha bo'lgan davrda auksion savdolari orqali jismoniy va yuridik shaxslarga realizatsiya qilingan qilinmaganligi to'g'risida ma'lumot kiritiladi. Agar o'sha e'tirof etilayotgan yer uchastkasi auksion savdolari orqali jismoniy yuridik shaxslarga realizatsiya qilinmagan bo'lsa, o'sha auksion savdolariga qo'yilmaganligi to'g'risida ma'lumot kiritiladi. Agar o'sha e'tirof etgunga qadar auksion savdolari orqali sotilgan bo'lsa, tadbirkorlik subyektlariga auksion savdosiga qo'yilganligi to'g'risida ma'lumotlar kiritib boriladi. Demak, auksion savdosiga yoki qo'yilgan yoki qo'yilmagan. Shundan so'ng yo ma'qullanadi yoki rad etiladi, to'g'rimi? Albatta bu ham bitta talab. O'zi qonunda qanday keltirilgan? Mana qaysi o'sha yer uchastkasi yoki unda qurilgan bino va inshootlarga biz huquqini bir e'tirof etib qonuniylashtiramiz. Qanaqa mezonlar talab etiladi o'zi aslida? Bu bo'yicha hozir kadastr xodimi aytib o'tganlaridek, hozir 18 ta tashkilotimiz bor. Qonun bo'yicha 21 ta tashkilot kiritilgan, o'zlarining xulosasini berish uchun. Hozir o'sha tashkilotlar masalan elektr o'zining xulosasini beradi. O'sha fuqaroning uy joyini ustidan elektr tarmoqlari o'tganmi yo'qmi yoki suv ta'minoti berishi mumkin. O'sha suv ta'minotiga tegishli o'zlariga, ya'ni davlat muhofazasiga olingan hududlar joylashmaganligi to'g'risida o'sha xulosalar barcha tashkilotlarning xulosalari ijobiy kelgan holda, ya'ni o'shanday holatda huquqlar e'tirof etilishi mumkin. Ya'ni fuqaro qurilish qilishda yer uchastkasini egallab olgan, o'sha qurilish qilayotganda qurilish chizig'idan chiqib qurgan bo'lishi mumkin. Masalan, u yondan ko'cha o'tgan bo'lsa, o'sha ko'chaga yaqin qurgan bo'lishi mumkin. Bu bo'yicha ham qurilish organlari o'zlarining xulosalarini beradi. Va o'sha har barcha mezonlarga to'g'ri kelgan holda agar qurilish amalga oshirilib o'sha yashab kelayotgan bo'lsa, mana shu turdagi uchastkalar, yer uchastkalariga, ya'ni fuqarolarga huquqlar e'tirof etiladi. Bu bo'yicha viloyat adliya boshqarmasi oxirgi xulosani kiritamiz. Ya'ni o'sha kiritgan biza xulosalarni kiritganimizdan keyin fuqarolarga avtomatik tarzda o'sha to'lov amalga oshirishi bo'yicha xabarnomalar yuboriladi. Mana hozir jarayon davom etyapti. Shu adliya boshqarmasi tomonidan rad etilgan holatlar ham bo'ldimi? Ba'zi bir hujjatlarda kamchiliklar aniqlangan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam qonunchilik me'yorlariga, talablariga javob bermagan bo'lishi mumkin. Albatta, bunaqa holatlar ham kuzatilyapti. Hozirgi kungacha 700 dan ortiq uy-joylarga salbiy xulosalar berilgan. Bularning asosan ko'pchiligi Uskosmos agentligining xulosasiga asosan rad etilgan. Ya'ni bunda qonunda belgilanganki, 2018-yil 1-mayga qadar o'sha yer uchastkasida uy-joy qurib egallangan bo'lsa, o'shalarga ijobiy xulosalar berilishi va huquqlar e'tirof etilishi belgilangan. Bu biz 700 dan ortiq uy-joylarga Uskosmos xulosasiga ko'ra uy-joy mavjud emas, ya'ni qurilma mavjud emas bo'lganligi sababli salbiy xulosa berilgan. Demak, Shahboz Shamsiddinovich, mana hozir ba'zi bir teletomoshabinlarimizda savol tug'ilishi mumkin-da. Men 2020-yil qurganman uyimni. Lekin hech kim bilan nizom yo'q.
o'zimizni yer maydonimizdan qurganman, shuni qonuniylashtirsam bo'ladimi deb. Lekin bu qonun talablariga to'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? Biz aytyapmiz 2018-yil 1-mayga qadar o'sha hududda hech qanday nizo bo'lmasa, uy-joy qurib olgan hamyurtlarimiz yana boshqa talablarga javob bersagina uni qonuniylashtirish imkoniyati bor, to'g'rimi? Shunday. Bundan tashqari mana o'sha qonun talablarida soliqdan qarzdorlik bo'lsa ham rad etish holatlari bor deyilgan. Shunday holatlar ham rad etilyapti. Mana studiyamizda bugun Jamshid Haydarovich ishtirok etyaptilar, viloyat soliq boshqarmasi mas'ul xodimi. Qanday bo'lyapti mana shu jarayon? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Qonunning 7-moddasida davlat soliq xizmati organlariga ham vazifa yuklatilgan. Bunda e'tirof dasturiga tushgan o'sha fuqaroning hujjatsiz yer maydonlari to'g'risidagi soliq qarzdorligini to'lagan yoki to'lamaganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni belgilangan tartibda ko'rib chiqadi va onlayn o'sha dastur orqali yo rad etadi yo e'tirof etilish belgilab qo'yilgan. Bunda bugungi kunda muhokamada turgan viloyat bo'yicha jami o'sha e'tirof AT dasturimizda 34 mingdan ziyodroq nomzod bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda o'sha muhokamada turgan 34 mingdan ortiq nomzodlarning 9 qariyb 10 mingtasida soliq qarzdorligi mavjud. Ya'ni bu hali bu soliq idoralari organlari tomonidan rad etilgan degani emas. Bu soliq qarzdorligi ma'lumotlar bazasi bilan o'sha onlayn integratsiya qilingan qarzdorlik ko'rinib turibdi. Shu o'rinda e'tirof dasturiga tushgan fuqarolardan yoki o'sha xatlov o'tadigan mahallalarda meni mahallamda xatlov o'tkazildi, hujjatlarim kechikyapti degan tushunmovchiliklar bo'lsa, oydinlik kiritishimiz kerak bo'ladi. Agar soliq qarzdorligi mavjud bo'ladigan bo'lsa, xatlov o'sha xonadonda xatlov tugatilgandan so'ng yuzaga kelgan soliq qarzdorligini borib o'shandagi yoki yaqin soliq idorasi binolari tashkil qilingan kassa to'lov kassa ularga yoki qo'llardagi mobil telefon qo'l telefonlariga o'rnatilgan mobil ilovalar orqali soliq qarzdorliklarini to'lab qo'ysa, mana bundagi dasturga asosan, e'tirof dasturiga asosan qarzdorliklari bekor qilinsa, to'lansa, keyingi bosqichga, ya'ni keyingi vakolatli organga xulosaga javob berish maqsadida o'tkaziladi. Demak, hozir mana 34 ming dedik. Demak, sizlarga hozir 34 mingta nomzod borgan. Undan 10 mingtasida soliq bo'yicha qarzdorlik shakllangan. Albatta, bularni to'lagandan so'ng mana shu navbatdagi bosqichga o'tadi va yer yoki bo'lmasam yer uchastkasi, bino inshooti qonuniylashtiriladi, to'g'rimi? E'tirof etilishiga keyingi bosqichga o'tkaziladi. Demak, bugun mana 1558 nafar fuqaromiz e'tirof orqali o'zini yerini, yer uchastkasini qonuniylashtirib olgan bo'lsa, hali bu jarayon davom etyapti, to'g'rimi? Mana o'zboshimchalik bilan egallab olingan yerlar, qurilgan bino inshootlar viloyatimizda ko'pmikan o'zi? Ha. 450 mingdan ortiqni tashkil qiladi. 450 mingda biz 2028-yil 1-yanvargacha xatlovdan o'tkazib ola olamizmi? Bunga kuchimiz, imkoniyatimiz yetarli bo'lyaptimi bugun? Ayni paytda kadastr agentligi tomonidan tasdiqlangan reja grafika asosan mahallalar bosqichma-bosqich xatlovdan o'tkazilyapti. To'g'ri, bugungi kunda xodimlar soni yetishmaslik masalasi bor bizda, haqiqatan ham mavjud muammo va joylarda o'sha hamma mahalladagi uy-joylarni birma-bir kirib o'lchov ishlarini amalga oshirish jarayonida ko'pchilik holatlarda o'sha fuqarolarning o'zlarini uy-joyda bo'lmasliklari yoki xodimlar borgan paytda yosh farzandlari chiqishi, u farzandlar tomonidan tegishli hujjatlarning taqdim qilinmasligi yoki bo'lmasa uy-joylarning qulfligi, ishda bo'lishi, shu sabablarga ko'ra bitta uy-joyga bir necha marta qayta borish holatlari yuzaga kelyapti va bunda o'sha xatlov ishlarini yanada orqaga tortishga sabab bo'lyapti. Rahmat. Mana hurmatli teletomoshabinlar,
siz nigoh ko'rsatuvini to'g'ridan to'g'ri tomosha qilyapsiz. Eslatib o'taman, 2024-yil 5-avgustda O'zbekiston Respublikasining o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun qabul qilingan va ushbu qonunda keltirilgan mezonlar asosida bugun viloyatimizdagi ayrim yurtdoshlarimiz o'zlarining yer uchastkalari va ularda qurilgan bino va inshootlarni qonuniylashtirib olishyapti. Bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi ham aynan shunday. Ekranning quyi qismidagi telefon raqamlari orqali sohaning mas'ullariga bu borada mavzuga doir savollar bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Sohaning mas'ullari bilan birgalikda javob qaytarishga harakat qilamiz. Mana albatta o'sha noqonuniy o'zboshimchalik bilan o'zlashtirilgan yer uchastkasi, unga qurilgan bino va inshootlarni biz qonuniylashtirgandan keyin undiriladigan bir martalik to'lov miqdori qanday belgilanadi va kim tomonidan belgilanadi o'zi bu? Bu bir martalik to'lov qonun bo'yicha belgilangan. Qonunga ko'ra huquqlar e'tirof etish uchun viloyat markazlarida va viloyat markazlarida Toshkent shahar hamda Nukus shahar markazlarida 2 barobar bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobar qilib belgilangan. Boshqa shahar qishloqlarda esa bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobar etib belgilangan. Bundan tashqari ortiqcha egallangan qonunda belgilangan doiradan tashqari ortiqcha egallangan yerlari bo'lishi mumkin fuqarolarda. Masalan, 98-yil qonun bo'yicha 98-yil 1-iyulgacha fuqarolar tomonidan egallab olingan bo'lsa, yer uchastkalari 24 sotix etib belgilangan. Agar 24 sotiqdan ham ortiqcha yeri bo'ladigan bo'lsa, o'sha bozor qiymatida auksion bahosida har bir sotix uchun hisoblanadi. O'sha baza o'zi avtomatik hisoblab beriladi. Bunda har bitta hududni auksion bahosi alohida hisoblab chiqariladi va ortiqcha to'lovchilar mumkin fuqarolar. Mana shu kecha kunduzda viloyat markazi deyapmiz. Samarqand viloyatini markazida qancha to'lov bor? To'lov undiriladi. Masalan, bitta o'sha uchastkani, yer uchastkani qonuniylashtirish uchun. Samarqand shahar nazarda tutyapsiz-da, to'g'ri? Samarqand shahri viloyat markazi deyapmiz. Viloyat markazini bazaviy hisoblash miqdorini necha barobarda to'laydi va necha pul bo'ladi bugun? Hozir teletomoshabinlarimiz shuni marhamat. Agar haligi bo'lsa, ma'lumot berib o'tib ketaylik. Nukus shahri va viloyat markazlarida o'sha bir martalik to'lov bazaviy hisoblash miqdorining 3 barovari sifatida belgilangan. Ya'ni bugungi kunda 1.236 ming bo'ladi. Demak, viloyat markazlarida, tuman markazlari bundan boshqa shaharlarda bazaviy hisoblash miqdorining 2 barovari miqdorida, boshqa aholi punktlarida bazaviy hisoblash miqdorining 1 barovari miqdorida to'lovlarni amalga oshirsagina, bir martalik to'lovni amalga oshirsagina, keyin u boyagi keyingi bosqichga o'tkaziladi. Adliya organining mas'ul xodimi aytib o'tganidek, boyagi 98-yilgacha barcha hududlarda 24 sotixgacha maksimal anonsi 98-yildan 2018-yilgacha viloyat markazlarida 6 sotix, boshqa hududlarda 12 sotix belgilangan maksimal miqdori. Agar undan ortiqcha qismi o'sha ortiqcha qismiga bozor qiymatida keyin qo'shimcha to'lovlar hisoblanadi. Tizim tomonidan avtomat ravishda. Rahmat. Va o'z navbatida mana shu undiriladigan bir martalik to'lovni to'lamaydigan holatlar ham borda hozir bugun. Juda ko'plab turibdi-da. Buni targ'ibotini o'zi aslida kim olib borish kerak va xalqimizga o'sha mulkini yoki bo'lmasam yer uchastkasini qonuniylashtiraman degan fuqarolarimizga tushuntirish kerak. Shu savolingizga men javob berib o'tsam, marhamat. Bugungi kunda to'lov kutilmoqda bo'lib turgan xonadonlar soni 2389 dan tashkil qilmoqda tizimda. Biz o'sha xatlov ishlarini amalga oshirib
vakolatli organlarga ma'lumotlarni taqdim qilganimizdan keyin to'liq o'sha ijobiy xulosa bergan barcha 17 ta 18 ta vakolatli organ tomonidan ijobiy xulosa berilgan obyektlar to'lovni amalga oshirsa, bir martalik to'lovni keyin qaror qabul qilish jarayoniga o'tiladi va qaror qabul qilingandan so'ng o'sha uy-joylarni egalik huquqini davlat ro'yxatidan o'tkazish imkoniyati paydo bo'ladi. Va bu jarayonda biz davlat kadastrlarini tuman shahar filiallari tomonidan o'sha e'tirof dasturida to'lovda kutilmoqda bo'lib turgan uy-joylar, obyektlar bo'yicha har bitta o'sha tegishli mahalla idoralariga ma'lumotlar taqdim qilib bormoqdamiz va ro'yxatlarini o'sha mahalla binosida e'lonlar doskasiga ilinib qo'yiladi va muhokama jarayonida o'sha aholi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri o'zini obyektiga qaysi tashkilot tomonidan qanaqa xulosa berilayotganligini e'tirof axborot tizimi orqali ham onlayn kuzatib borish imkoniyati mavjud. Agar qaysiki vakolatli organ tomonidan salbiy xulosa berilgan bo'lsa, o'sha vakolatli organga chiqib salbiy xulosa berish sababini ham so'rash imkoniyati yaratilgan va o'sha vakolatli organlarda ishonch telefon raqamlari ham taqdim etilgan mahallalarga. To'g'ridan-to'g'ri o'sha tegishli tashkilotlar o'ziga chiqib sababini so'rab olishi mumkin va bu jarayonda mahalla idoralarini ham ko'proq bizga amaliy yordamlar kerak bo'ladi. Sababi to'g'ridan-to'g'ri aholi bilan yuzma-yuz kunlik muloqot bor. Ularda bizning xodimlar ertalab borib obyektgacha agar xatlov qilib chiqib mahalladan kelib uni kameral ishlari borda, xonada qayta uni elektron tizimga joylashtirish uchun maxsus dasturlar orqali chizib, planlar yaratilib, axborot dasturiga yuklanish kerak. Bu jarayonda har kuni aholi bilan to'liq muloqot yuritishga vaqt imkoniyat cheklangan. Mahallada bu imkoniyat bor. Va biz to'g'ridan-to'g'ri o'sha har bitta xatlov o'tkazilayotgan mahallaga bergan ma'lumotlarimiz e'lonlar doskasiga ilib qo'yilyapti va hozir internet tarmog'i rivojlangan. O'sha har bitta mahallaning o'zini ijtimoiy tarmoqdagi gruppalari, sahifalari bor. Shular orqali ham aholiga ma'lumot taqdim etib borilyapti. O'sha kadastr idoralari tomonidan to'lov kutilmoqda bo'libdi. SMS xabarnomalar ham yuborilyapti. To'lov kutilmoqda bo'lib, SMS xabarnoma o'zi avtomatik har bitta fuqaroni o'zi shaxsan telefon raqamiga yuboriladi. Rahmat, teletomoshabinlarimizdan savollar ham kelgan. Mana shu savollarga ham suhbatimiz davomida javob berib o'tib ketsak, Charos Berdiyeva, Pastdarg'om tumani Bog'onali mahallasidan 15 sotiq tomorqamizning qonuniy hujjati bor. Kadastri to'g'ri, ammo kadastr xodimi kelib 14 sotiq qilib chiqarib, 1 sotig'ini qo'shnimga qo'shib bermoqchi. Shu to'g'ri bo'ladimi? Bu holatda manzillari bo'yicha alohida o'rganishimiz kerak ekan. Agar joyida qo'shnisi bilan avvaldan nizo holati mavjud bo'lmasa, nizo holati bor bo'ladigan bo'lsa, bu yerda avvalo o'zlari qo'shnisi bilan aniqlik kiritib olishiga to'g'ri keladi. Yer maydoni aslida kim foydalangan shu vaqtgacha qachonki agar bizning xodimlar tomonidan noto'g'ri xatti-harakatlar amalga oshirilayotgan bo'lsa, biz unga qonuniy chorasini ko'ramiz. Samarqand tumani Qo'yi Chordara mahallasidan Hazratqul To'ychiyev 1998-yilda sobiq kolxozning qarori bilan uy qurganman. Kadastrim yo'q. 2018-yilda hokimning qarori bilan o'zboshimchalik bilan qurilgan deb uyim buzildi. Aslida qonuniy qurilgan. Yerimni olishda amaliy yordam bera olasizlarmi, deyapti. O'zboshimchalik bilan qurilgan deb e'tirof qonuniy chora agar ma'muriy jarima qo'llanilgan bo'lsa va sud orqali o'zi umuman ko'chmas mulkni buzish bu yoki noqonuniy holatlar bartaraf qilish har bitta holatga sud tomonidan baho beriladi. Agar kadastr agentligining tuman bo'limi tomonidan joyida o'rganib mavjud hujjatlarga ko'ra noqonuniy deb qurilgan deb hisoblangan bo'lsa, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 60-moddasining 3-qismiga asosan hokim qarori bilan o'zboshimchalik bilan qurilgan deb uyi buzilganda 2018-yil. Lekin 1998-yilda o'sha kolxozni qarori bilan qurganman, deyaptilar.
Albatta Quyi Chordara mahallasidan Hazratqul To'ychiyev. Agar hokimlikning qarori asosida buzdirilgan bo'lsa, biz u hokimlikning qaroriga huquqiy baho bera olmaymiz. Bu holatda sud baho beradi hokimiyatning qaroriga. Bu bo'yicha qo'shimcha qiladigan bo'lsak, agar kolxoz savxoz qarori bilan qurilgan deb aytayaptilar. Bunda o'sha hujjat haqiqatan masalan fuqaroning qo'lida bo'lmagan taqdirda ham arxivlarda saqlanayotgan bo'lishi kerak. Masalan, davlat xizmatlari orqali arxivga zapros ariza bergan holda o'sha savxoz qarorini tiklab olish mumkin hisoblanadi. Agar o'sha paytda chiqarilgan bo'lsa, o'sha fuqaro uning uchun bilish kerak, birinchi navbatda o'rganib ko'rib chiqish kerak. Agar haqiqatan hujjati bo'ladigan bo'lsa, u hujjat asosida u kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib olgan bo'lishi kerak bo'ladi fuqaro. Bu avvalo o'sha hujjat haqiqatan bor yoki yo'qligini aniqlab olish kerak to'g'rimi? Lekin kadastr hujjatlari yo'q ekan, shakllantirilmagan, o'sha qaror bo'lishi mumkin, undan keyingi bosqichlarda o'sha egalik huquqi e'tirof etilmagan. Endi o'rganish talab etiladi. Mana Pastarg'om tumani Qo'shquduq mahallasidan ham shunday murojaat bo'lyapti Ahmad Xudoynazarovdan. Uyimni kadastri bor, egalik huquqini olganman. O'g'limni nomiga hadya qilmoqchi edim. Davlat xizmatlaridan ma'lumotnoma olmoqchi edim. Tumanimiz fuqarolik sudi hujjatlar bilan kelgan emas dedi. Nega desam, suvdan qarzdorsiz deyishdi. 3 million so'mdan ko'proq. Ammo bu tuhmat qarz. Tuman vodokanalni fuqarolik sudiga berdim. Sud ba'zani tekshirib ko'rib chiqdi va qarzdorim yo'qligi haqida qaror berdi. Ammo Majburiy ijro byurosi xodimlari taqiqni bittasini yechmayapti. Biror joyda qarzim yo'qligi isbotlanmasa-da, ammo taqiqni ochib berishmayapti. Ishtirokchilar va mutaxassislar nima deb javob berishadi bu bo'yicha deyaptilar. Agar taalluqli bo'lsa, bu juda ham chalkash savol. Aniq lo'nda bu masalaga albatta bizda amaliyotda uchraydi bunaqa holatlar. Qachonki o'sha fuqarolarni yoki tadbirkorlarni ko'chmas mulkiga MIB, soliq idoralari yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo'yilgan taqiq ular tomonidan yechilmagunga qadar biz kadastr xizmatini ko'rsata olmaymiz. Bu to'g'ridan to'g'ri MIB vakolatiga kiradigan masaladir. Albatta buni Majburiy ijro byurosi xodimlari bugun studiyamizda yo'q. Ular bo'lgandagina biz buni savolga batafsilroq javob qaytarishga harakat qilardik. Mana adliya bo'limiga baribir bu savollarni yo'naltiramiz, buni o'rganish talab etadi. Tayloq tumani Beklar mahallasidan Erkin Aliyev joriy yilning aprel oyida kadastr xodimlari kelib, uy joyimizni o'lchab ketishdi. Egalik huquqi shuncha vaqtdan buyon berilmayapti. Qachon egalik huquqi beriladi? Aslida egalik huquqi qancha vaqtda chiqishi kerak o'zi? Shu to'g'risida ma'lumot bering. Marhamat. Mana o'rganib ketgandan keyin hamma hujjatlar bo'lsa, qancha vaqtda egalik huquqi berilishi kerak? Bunda yuqorida aytib o'tildi. Kadastr organlari tomonidan xatlov ishlari amalga oshirilib, muhokama jarayoniga aytilgan mas'ul tashkilotlar tomonidan xulosalar berish jarayoniga o'tgandan so'ng hozirgi qonunda amaldagi qonunchilik bo'yicha har bitta tashkilotga xulosalar berish uchun 2 oylik muddat berilgan. Ya'ni muhokama jarayoniga o'tkazilgandan keyin har bitta obyekt 2 oy davomida o'rganib chiqilib, o'z xulosalari berilishi ko'zda tutilgan. Bunda mas'ul tashkilotlar tomonidan 2 oylik muddatdan keyin 1 oylik muddat e'londa, ya'ni fuqarolarni muhokamasiga o'tkaziladi. Ya'ni qanaqadir qo'shnisini yoki e'tiroz bo'ladigan bo'lsa, yoki qaysidir tashkilotni bergan xulosasiga kimnidir e'tiroz bo'ladigan bo'lsa, o'sha muddat 1 oy davomida hisoblanadi. U 1 oy davomida turadi. E'londa turgan jarayon tugagandan keyin adliyaga o'tadi. Bizning viloyat adliya boshqarmasi barcha tumandagi nomzodlarga xulosa beriladi. Bizga ham 2 oy muddat berilgan xulosa berish uchun. Ya'ni 2 oy 5 oy muddat hisoblanib, kengashga ham
1 oy muddat taqdim qilingan kengash qaror chiqarish uchun. Shunda jami 6 oy muddat bo'ladi, lekin bu jarayonlarni qisqartirish uchun qonunchilikka taklif berilgan, chunki jarayon sekin ketayotganligi sababli, lekin amaldagi qonunchilik hujjati bo'yicha shunday. Mana aprel oyida o'sha o'rganilgan va hujjatlar shakllantirilgan ekan. Demak, aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr. Mana 6 oylik muddatimiz ham tugab boryaptilar. Endi Erkin Aliyev birozgina sabr qilib turishlariga to'g'ri keladi. Balkim o'sha egalik huquqi berilishi mumkin. Qo'shrabot tumani O'rtajoy mahallasidan Faiz Ermatov. 2-guruh nogironiman. Mol-mulk solig'idan 2024-yilgacha imtiyoz bor edi, ammo soliq ko'tarilgan narxda keldi. Nima sababdan soliq ko'tarildi bizda, deyaptilar. Soliq kodeksining tegishli moddalariga asosan 1-2-guruh nogironlariga belgilangan tartibda imtiyozlar mavjud edi. Unda 2020-yil soliq kodeksi, yangi soliq kodeksi, amaldagi soliq kodeksi kuchga kirgandan keyin ushbu fuqarolarga tegishli soliq kodeksining 437-moddasiga asosan agar o'sha vaqtgacha o'sha fuqaro 1-2-guruh nogironi bo'lib turgan bo'lsa, kadastr idoralarida oldin dasturlarimiz integratsiya qilinmagandi, ya'ni bir-biri bilan onlayn bog'liq emas edi. Hozirgi kunda agar ushbu fuqaroni yer maydoni hujjatsiz deb e'tirof etilib dasturga, ya'ni soliq idoralarining dasturiga yuborilsa, bu fuqaro yer solig'idan imtiyozdan foydalana olmaydi. Sababi u yerni o'zi hujjatsiz yer, mulkidan qonun doirasida, soliq kodeksida, qonunchilikda belgilangan holda 60 kvadrat metrdan mulk solig'idan imtiyozga ega bo'ladi, lekin yer solig'idan qachonki ushbu fuqaroning egaligidagi yer maydoni hozirgi yuqoridagi tushuntirayotganimizdek e'tirof etilib qonun hujjatlarida belgilangan rasmiylashtirilganda yer solig'idan imtiyozi qo'llaniladi. Rahmat. Demak, mana hozir aytganimizdek, demak, o'sha yer uchastkangiz qonuniy bo'lsa, barcha hujjatlari bo'lsa, 2-guruh nogironi yoki 1-guruh nogironi bo'lsa, imtiyoz bor. To'g'rimi? Shunday. Rahmat. Ishtixon tumani Shayxlarkent mahallasidan Ruxsora Mardonova murojaat yo'llayapti bizga. 2018-yilning 1-mayida uy-joy qurib, kadastr qilib olganman. Hozirda mening 2 qo'shnim 2 sotix yerimni devor bilan o'rab oldi. Shu to'g'rimi? Bunday holatda biz kimga murojaat qilishimiz kerak? Bu holatda avvalambor 2018-yil 1-maygacha qurganman deyapti. Agar egalik huquqi oldindan mavjud bo'lib, davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, Kadastr qilingan deyapti. kadastr qilingan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri sud organlari orqali yoki tuman kadastr bo'limi bor, kadastr agentligining tuman bo'limi o'sha vakolatli organ sifatida noqonuniy o'sha o'zganing yer uchastkasini chegaralarini o'zgartirgan holda egallab olishga qonuniy chora bor. Bunda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 60-moddasi 2-qismiga asosan tegishli choralarni ko'rib, yerni qonuniy egasiga qaytarish choralarini amalga oshiradi. Rahmat. Mana Jonboy tumani Zarafshon mahallasidan Farhod Nurullayev savol yo'llagan. Tadbirkorman ko'p yillardan buyon, ammo tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash o'rniga sindirib yuborishyapti axir. Firmam hisobidagi do'konlarimni kadastr ro'yxatidan o'tkazishmayapti va menga juda ham katta soliq to'latib kelyapti. Idoralarga borib ovoragarchilikdan charchadim. Amaliy yordam kerak menga, deyaptilar. Endi bugun o'sha yuridik shaxslar ham uy joyini yoki bo'lmasam bino inshootini mana shu qonun asosida qonuniylashtirib olish mumkinmi? Albatta mumkin. Bu yerda qonunimizda keltirib o'tilgandek, ya'ni faqatgina uy joylar uchun emas, ya'ni 8 ta toifa bor. Qonun bo'yicha 8 ta toifalarga huquqlar e'tirof etiladi. Bunda bularga yuridik va jismoniy shaxslar deb aytib o'tilgan, ya'ni qonunda yuridik shaxslar ham o'ziga tegishli mol-mulklari joylashgan yer uchastkalarini ham huquqlar agar mana shu qonun bo'yicha qonun doirasida tushadigan bo'lsa, huquqlar e'tirof etiladi albatta. Mana firmam hisobidagi do'konimni kadastr ro'yxatidan o'tkazishmayapti, deyaptilar. Ma'lum bir hujjatlar asosida o'tkazilish kerakmi? Nima uchun o'tkazilmasligi mumkin? Bu holatda albatta tegishli hujjatlarni o'rganib chiqishga to'g'ri keladi individual tartibda. Sababi
turli xil bo'lishi mumkin. Firmami yo fermami? Firma deyaptilar, tadbirkor o'zini firmam deyapti. Menimcha bu yakka tartibdagi tadbirkormi? Buni kiritmagan, aytmagan ekanlar batafsilroq. O'sha firmaga tegishli huquqiy hujjatlarni, obyektga tegishli huquqiy hujjatlarni o'rganib chiqishimiz kerak ekan. Bu kishiga alohida o'zimiz bog'lanib, masalasini o'rganib, ijobiy hal qilishga yordam beramiz. Farhod Nurullayev mana bizni tingladilar. Albatta, mana yuqorida aytganlaridek, soliqni ham ko'p to'layapman deyapti. Demak, hech qanday hujjati bo'lmasa, o'sha 3 karra soliq to'lanadimi? Shunday. Bizni tingladi mana Farhod aka va alohida yana bog'lanib, soha mutaxassislari batafsil ma'lumot qaytaradi. Pastdarg'om tumani Nayman mahallasidan Navruz O'rinboyev. Eski hovlilarda yashaymiz. 1960-yildan buyon yashaymiz u yerda. Egalik huquqimizni tiklash uchun kadastr hujjatlari taxlangan. Ammo soliqdan 11 million, menga 54 million so'm qarzdorlik chiqaryapti. Biz har yili qoidani buzmasdan yer mulk solig'i to'lab kelganmiz. Ammo yurtboshimiz tomonidan o'tgan yildan boshlab to'lov to'xtatilishi haqida qaror berdik-ku. Nega bizga buncha pulni to'latishga majbur qilishyapti? Biz 70 yildan buyon yashab kelayotgan hovlimizni o'zboshimchalik bilan egallagan emasmiz-ku. degan mana shunday murojaatni yo'llayapti. Bu yerda fuqarolarimizga yana bir tushuntirib o'tishimiz kerak shu o'rinda. Soliq kodeksida belgilab qo'yilgan egaligidagi yer maydon hajmidan ortiqroq yoki tegishli hujjatlarsiz yerlardan foydalangan taqdirda soliq kodeksining soliq stavkasini 3 barobar miqdorda soliq stavkalari qo'llaniladi degan. Ya'ni agar ushbu fuqaroga bu agar fuqaromiz to'g'ri yozgan bo'lsa, murojaat qilgan bo'lsa, arizasida agar kadastr idorasi tomonidan endi ma'lumotlar hammasi integratsiya qilingan, balkim bugunga kelib ushbu fuqaroga tegishli yer maydonini hujjatsiz yuborgan bo'lishi mumkin. Bunga aniqlik kiritamiz, yana qo'shimcha ma'lumot taqdim etamiz. Yoki agar bugungi kunga qadar kadastr idorasi tomonidan hujjatli yuborib, qaysidir sabablarga ko'ra yana soliq idorasiga onlayn ma'lumotlar tegishli hujjatlarsiz deb yuborilgan bo'lsa, bunda soliq kodeksining 88-moddasiga asosan biz 3 yilga majbur bo'lamiz. Bizni inson omilisi bo'ladigan narsa ma'lumotlar bazasida ushbu fuqaroga 3 yilga yana orqaga qaytgan holda yer solig'i qayta hisoblangan bo'lishi mumkin. Bunga yana qo'shimcha aniqlik kiritamiz, bog'lanamiz fuqaro bilan. Shuning uchun ko'proq qarzdorlik kelgan. Shunday. Rahmat. Tayloq tumani Ilimobod mahallasidan Dilshod Ziyayev. Otam 1996-yilda olamdan o'tgan. Egalik huquqini bizga bermayapti. Hamon soliqni ko'p to'layapmiz. Soliqdan qarzdorligimiz yo'q. Egalik huquqini olishda yordam berishlaringizni so'raymiz. Ilimobod mahallasi Tayloq tumanidan. Qonunda o'z nazarda tutilgan oldindan soliq to'lovchini nomiga hozir egalik huquqi e'tirof etiladi. Oldindan demak otalarining nomiga soliq to'lab kelingan. Demak bu uy-joy bo'yicha va otasini nomiga shu murojaatchi fuqaroning otasining nomiga egalik huquqi e'tirof etilgandan so'ng qonuniy tartibda meros huquqi asosida rasmiylashtirib olishlari mumkin notarial tartibda. Rahmat. Tayloq tumani Davlatobod mahallasidan yana Abdug'ani Tugalov murojaat yo'llagan. Egalik huquqi bo'yicha hovlimiz xatlov qilindi. O'sha bazada ham, adliyada ham ko'rinmayapti. Ma'lumot berishsa yaxshi bo'lardi mutaxassislar. Bu jarayon mahalla ahlida muammo bo'lyapti. Bu hali bu jarayon davom etadi, to'g'rimi? Endi qatlov o'tkazilgandan keyin yuqorida aytganimizdek, muhokamada 2 oy turadi. turadi. 6 oy davomida bu hujjat aylanadi. Shuning uchun ba'zida ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin va o'z navbatda yuqorida aytganimizdek mahalladan yoki bo'lmasam elektron e'tirof axborot dasturi orqali bilib ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin bo'ladi. Abdug'ani Tugalov. Jonboy tumani Qo'ng'irot mahallasidan Bahodir Yo'lchiyev. Qishloq joylarda qo'shnilar o'rtasida devor o'rniga daraxt ekilgan va bu ekin ekishga soya berib xalal beradi. Bu muammoni qanday yechsak bo'ladi? Bu to'g'risida fikrlaringiz qanday deb ma'lumot yozyaptilar Qo'ng'irot mahallasidan.
Albatta har bir fuqaro o'zining uy joyidan o'z maqsadlarida yo'lda foydalanishga haqqi bor. Agar u uzoq yillardan beri yashab kelayotgan bo'lsa, o'zaro bu yerda kelishmovchilik yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Bitta narsani mana shu fursatdan foydalanib aytib o'tib ketishimiz kerak. Ushbu qonunni amalga oshirish jarayonida mazkur yer uchastkasidan foydalanish yuzasidan jismoniy yoki yuridik shaxslar o'rtasida nizo mavjud bo'lsa, egalik huquqi e'tirof etilmaydi degan band mavjud. O'zlari shu ishlarni orqaga tortgan bo'lishadi. Navro'z mahallasi Narpay tumanidan Sherbek Jo'rayev: mahallamizda egalik huquqi bo'yicha o'tgan yili xatlov bo'lib o'tgan va biz soliqni har yili to'lab borganmiz. Hozirda soliq oldingi yillarga qarz yo'q degan o'sha ma'lumotnoma berishgan. Hozirda 6 milliondan ortiq qarzdorlik to'laysan deb aholini endi asabiga tegyapti. Nega mas'ullarni nazorat qilishmaydi, soliq xodimlarini degan mazmunda murojaat kelyaptilar. To'g'ri, bunda boya yuqorida ham ta'kidlab o'tdik, fuqarolar tomonidan yuborilgan dastlabki ma'lumotlarda vakolatli organ tomonidan, ya'ni soliq idorasiga onlayn yuborilgan ma'lumotlarda ushbu fuqaroga tegishli yer maydoni hujjatli qilib yuborilgan bo'lishi mumkin. Texnik sabab bo'lishi mumkin, inson omilisiz bo'lgani uchun bugungi kunda xatlov natijasiga asosan ushbu fuqaro to'g'risidagi ma'lumotlar, ya'ni yer maydoni, mulk qiymati to'g'risidagi ma'lumotlar vakolatli organlar tomonidan qayta yuborilish natijasida soliq organida, yuqorida ham ta'kidlab o'tdim, soliq kodeksining tegishli moddasi bor, ya'ni 88-moddasi bor, 3 yilga qayta hisob-kitob qilinadi. Chunki to'g'rilangan ma'lumotga, har bitta yuborilgan ma'lumotga vakolatli organ o'zi javobgar bo'ladi. O'shaning ma'lumotiga asosan qayta soliq hisob-kitob qilingan. Mana Jamshid Haydarovich, mana Sherbek Jo'rayev Narpay tumanidan murojaat yo'llaganlar. Endi bu kishi borib hozir soliq bazasidan o'zini ma'lumotlarini yana tekshirib, hududiy kadastr organlariga borib, soliq idorasiga yuborilgan ma'lumotlarda yer maydoni va mulk qiymati to'g'risidagi ma'lumotlarni avval dastlabki ma'lumotini va keyin yuborilgan ma'lumotini aniqlik kiritish kerak. Shundagina aniq bo'ladi. Mana bizda Sherbek Jo'rayev tingladilar. Jonboy tumani Saroy mahallasidan Ahmed Qodirov: mahallamizda egalik huquqi xatlov qilindi. Hozir oxirgi ishchi guruhi noto'g'ri xulosa bilan soliqdan tuhmat qarz kelyapti. Borsam buni to'g'rilashning imkoni yo'q deyapti. Aholini tinkasini quritib nimalarga erishadi bu xodimlar degan mazmunda, xuddi shunday mazmunda bu ham yuqorida ta'kidlab o'tdik, bu ham xuddi shunday dastlabki vakolatli organ tomonidan bergan ma'lumotga aniqlik kiritsin fuqaroni o'zi. U o'ziga boyagi kadastr palatasining mas'ul xodimlari ham aytayapti, o'ziga mana bu e'tirof dasturidagi egalik qilish huquqini vaqtini cho'ziladi u. Jarayon ketadi undan so'ng. Unga aniqlik kiritish kerak yoki o'sha soliq qarzini to'lash kerak. Agar haqiqatan ham u ortiqcha to'lagan puli bo'ladigan bo'lsa, bizda shu soliq kodeksining 110-105-moddalar bor. Belgilangan tartibda u fuqaroga ushbu pullar qaytarib beriladi. Aniqlik kiritgandan keyin. Rahmat. Mana Ahmed Qodirovga yana bir bor aytishimiz mumkin. Demak, hozir kadastr idoralari tomonidan shakllantirilgan hujjatlar asosida soliq to'lanadi. Soliq idorasidagi xodimlar uni kamaytirib yoki ko'paytirish huquqiga ega emas. Inson omilisiz bo'ladigan narsa bu narsa. Albatta Ahmed Qodirov hozir endi kadastr idoralariga borib, yuqorida aytganimizdek, oldingi va keyingi yuborilgan hujjatlarni, ma'lumotlarni tekshirib ko'rsa, taqqoslab ko'rib, keyin aniqlik kiritsa bo'ladilar. Rahmat. Albatta mana bugun teletomoshabinlarimiz bu boradagi murojaatlarni yo'llayaptilar va o'z navbatida yuqorida aytganimizdek imtiyozlarni ham so'rayapti. Mana shu 937-sonli qonunimiz bo'yicha kam ta'minlangan yoki bo'lmasam ijtimoiy yordamga muhtoj fuqarolarimizga ham o'sha yer uchastkasi yoki unda qurilgan bino inshootlari bo'lsa, uni qonuniylashtirish uchun imtiyozlar bor, shunday emasmi? Albatta, bunda birinchi navbatda ya'ni nogironligi bor fuqarolarga, ya'ni birinchi, ikkinchi guruh nogironligi bor fuqarolarga to'lovlardan ozod etilgan va agar ortiqcha to'lov
chiqadigan bo'lsa, endi hozircha amaldagi qonunchilikda imtiyoz yo'q, lekin izmenение, ya'ni o'zgarish kiritilyapti. O'sha imtiyozlar berish bo'yicha hozirgi amaldagi qonunchilik bo'yicha birinchi, ikkinchi guruh nogironlik bo'lgan fuqarolarga to'lovdan ozod etilgan. Rahmat. Mana biz aytib o'tdik, demak 2018-yil 1-maygacha bo'lgan holatdagina o'sha yer uchastkasi yoki unda qurilgan bino va inshootlar qonuniylashtirish mumkin deyapmiz, to'g'rimi? Ba'zi bir hamyurtlarimiz hozir sir emas, fermer yoki biron bir xo'jalikni hududidan yerni o'zlashtirib, o'zlaricha imorat yoki bino qurib olishadi. Bu o'zi aslida qonuniymi? Buni tartib tamoyili nimadan iborat? Qanday bo'lishi kerak aslida? Marhamat, fikrlar bo'lsa. Bunda avvalo o'sha qurib olingan davrga e'tibor qaratiladi va o'sha qurib olingan, ya'ni egallab olingan yer uchastkasi, chunki mana bu toifalar belgilangan o'sha sug'oriladigan yerlarmi yoki lalmi yerlarmi, o'sha uy-joy qurish uchun ruxsat etilgan yoki ruxsat etilmaganligi aniqlab olinadi va bu yerda yuqorida keltirilgandek mas'ul tashkilotlar tomonidan ijobiy xulosa beriladigan bo'lsa, huquqiy e'tirof etilishi mumkin. Ya'ni bunda o'zi aslida kadastr organlari tomonidan xatlov jarayonida bular dastlab aniqlab olinadi va keyin agar kadastr organlari tomonidan xatlov ishlari amalga oshirilib dasturga bazaga kiritiladigan bo'lsa, bu mas'ul organlar tomonidan o'rganib chiqiladi. Agar ijobiy xulosa olinsa, huquqiy e'tirof etilishi mumkin. Bugun uy-joy qurish uchun yerlar auksion orqali olinadimi? Xuddi shunday, bugungi kunda o'sha yakka tartibdagi uy-joylar qurish uchun yer uchastkalari auksion savdo platformasiga chiqariladi. Lekin shuni aytish kerakki, baribir xo'jaliklarda guvohi bo'lyapmiz, yerni talon-taroj qilish holatlari ko'zga tashlanyapti-da. Bu bo'yicha murojaatlar ham bo'lyapti. Ushbu qonun chiqqandan keyin ba'zi bir fuqarolarda shunday uyg'ongan, misol o'sha yerda egallab qurilish qilsam, keyin e'tirof qilib egalik qonuniylashtirib olaman degan fikr ham bor-da. Shunday. Endi shuning uchun bu yerda qonunda o'sha muddat belgilab qo'yilgan, aniq qilib 2018-yil 1-mayga qadar bo'lgan bino inshootlar yer uchastkalari e'tirof etiladi deb, agar undan keyin boyagi talon-taroj qilish holatlarida o'sha noqonuniy qurilmalar bo'lsa, yuqorida kadastr palatasi mas'ul xodim aytgandek vakolatli organ bor, ya'ni kadastr agentligining bo'limlari, ular tomonidan o'sha ma'muriy javobgarlikka tortish choralari ko'riladi. Noqonuniy qurilmalarni buzish bo'yicha tegishli sud organlariga murojaat qilinadi. Mana yuqorida aytganimizdek, o'sha o'zboshimchalik bilan egallab olingan yerlarda aytdik. Bu juda ko'p. To'g'rimi? Buni kamaytirib 450 mingdan ortiq deb 450 mingdan ziyod deyapmiz. Bu viloyatimiz hududidagina, to'g'rimi? Mana shunchani biz qonuniylashtirib olsak, soliq bazamiz ham kengayadimi? Ya, bugungi kunda ushbu fuqarolar tomonidan yuqorida aytib o'tganimizdek ko'p adashmovchilik bo'lyapti. Ya'ni ushbu fuqarolarni yer solig'iga Soliq kodeksining 437-moddasida belgilangandek 3 karra soliq hisoblanyapti. Bularga e'tirof qayd berilgandan keyin, ya'ni ushbu yerlarga egalik huquqi berilgandan keyin deputatlar tomonidan tasdiqlangan soliq stavkalari bo'yicha soliq hisoblanadi. Bu yengillik bo'ladi fuqarolarimizga. Fuqarolarimizni o'ziga yengillik bo'ladi bu narsa. Shuning uchun boyagi bir martalik to'lovni tezroq to'lab, ular tezroq mana shuni o'zlari ham yondashsa, jarayondan tez chiqib, agar bungacha bo'lgan davrda, ya'ni egalik e'tirof etilib to'laydigan bo'lsa, to'lab qo'ygan bo'lsa, agar shu yil bo'ladigan bo'lsa, ya'ni soliq davri o'tmagan bo'lsa, ortiqcha to'lagan bo'lgan bo'lsa, to'lovlari qaytariladi. Aytdim-ku, yuqorida ham keltirib o'tdim, tegishli qonunchilikka asosan pullari qaytarib beriladi. Soliq to'lovlarini. Ko'pchilik teletomoshabinlarimiz boshqacha fikrda bo'lishi mumkin. Mana shu 937-sonli yuqorida aytganimizdek, o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularga qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun yana bir imkoniyat, bu imtiyoz desak yanglishmaymiz. Shunday emasmi?
fuqarolarimiz buni to'g'ri tushunishi kerak, to'g'ri yengillik anglash yaratish kerak. maqsadida, bu fuqarolarga yengillik yaratish maqsadida yuqorida qayd etilgandek, shu fuqarolarimiz tomonidan ushbu e'tirof etilsa, bankka kredit olish maqsadida garovga qo'yish, meros qilish, hadya qilish huquqi yaratiladi. Rahmat, boya qisman to'xtalib o'tdik. Mana Salohiddin Nizomiddinovich ham aytib o'tdilar. Fuqarolarimizda mana 2018-yildan keyin uy joy yoki bo'lmasam uchastka olib darrov uyni qurib men qonunlashtirib olaman degan fikr bo'lmasligi kerak va bu yuqorida aytganimizdek kosmos O'zbek agentligini kosmos agentligi tomonidan yilma-yil aniqlanib, aniqlanib xulosa beriladi bu jarayonda. bu jarayonda rad javobi olinishi aniq. Aniq, Nima uchun? vakolatli organ sifatida O'zbek kosmos agentligi xulosa beradi bu bo'yicha. Qurilgan yili bo'yicha. Albatta buni qonunda ham hammasi kiritib o'tilgan. Bizga ajratilgan vaqt ham o'zini nihoyasiga yetib bormoqda. Hurmatli teletomoshabinlarimizga biz mana bugun o'sha 937-sonli qaror ijrosi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumot berishga harakat qildik. Bu mavzuimizni biz keyingi ko'rsatuvlarimizda yana davom ettiramiz va bugungi ko'rsatuvdagi ishtiroklaringiz uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz va teletomoshabinlarimiz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.